Yaqinda saylovlar boshlanadi. Jonajon xalqimiz mehrini qozonishimiz kerak. Umuman bajarilmaydigan chiroyli va'dalar kerak. 2 yashar bola ham bizga ovoz berish kerak. Mahallaga asfalt vakini yop, xalq oldingi xalqman. Nimaga? O'zi ishonishmaydi. Doktorlarning oyligichi. Yo, oyliklar, pensiyalarni mashinalar partiyasi olib chiqyapti. Davay unda xonadonlarni buzib, uni qayta qurishga xalqqa lgotni kredit beramiz. Ahodu soqqa ham ishlaymiz. Undan ko'ra bizani artistlar reklama qilsin. Ha, aytgancha Chingiz meni qaynog'am bo'ladi. 1 milliondan ortiq podpischigi bor. Hammasi gapiga kiradi uni. Xotinimni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ya oladimi, primoyda? Soqasini bersang, dodingni qo'ltig'ini qitqilab qo'yadi. Deya kelib qoldi. TikTok'ga o'pishim yopamiz desa, odamlar ovoz berarmikin bizga? Baqamiya. Rastam mushkalarni tushiramiz deyish kerak. Temani tuxumi. Lekin faqat pensionerlar uchun. To'xtanglar. Xalq hozir oldingi xalq emas. Hozir hammaning qo'lida telefon, hamma narsadan xabardor. Va'dani qand bilan berish kerak, qandni mazasiga va'da esdan chiqish kerak. Mana uchida turibdi, hozir sendan zo'r ideya chiqadi. O'pin budjetda kam. O'z avtoni yomonlab chiqish kerak. Kачество 0, narxlari baland. Aynan o'shaning uchun biz Mercedes, BMWlar haydaymiz deyish kerak. Davom et. Odamlarning miyasiga UzAvto yo'q bo'ladi degan g'oyani tiqish kerak. UzAvto baribir yopilmaydi, odamlar bo'lsa mashinani ovoradi. Biz yutkizmaymiz. 100 talik gap. Bunaqa g'oyalar bilan biz aniq deputat bo'lamiz. Ish yo'qmas, dangasalar. Qarab turinglar, hozir xalqqa rostdan bir yordamimiz tegsin deydilar. Qaysi miyasiga fil skafandir kiyib olib tepkur, qishda gaz o'chmaydi dedi. Bu gap-ku. Gap saniki, yonadigan ko't maniki. Ovoz berganga 500 kilovat tokka qaysi toking bilan va'da berding? Bu faqat 100 dan oshgan odamlarni elektromobili uchun-ku. Gapirlaring, lekin men Chingiz bilan 7 kecha aksiyasi meniki emas, saniki bu ideya. Va'da berdi degani qildi degani emas-ku. O'zingiz mashinani qari kirakadili bo'lsa. Sen bergan va'dalarni mendan so'rashadi, inkubatorda bo'lgan. Vohmaqime, odamlar baribir bizga ishonmaydi. Umringda biror marta yaxshilik qilasanmi? Yo, to'xtang, kecha qo'shnimning to'yida svet o'chib qoldi. Uyimdan svet olib chiqib to'yini o'tkazib berdim vapsheta. Qilsang hamma qo'shning qarindoshing sani. Biror marta birorten mundoq bir xalq uchun hech bo'lmasa bitta daraxt ekib parvarish qilib qo'ya olasanmi? 50 gektar teplitsam kim uchun doda? Ishingni yo'qotsang nima qilasan? Dubayda maza qilib villanda dam olayotaman, nima ham qilardim? Bo'ldi, sukunat tugadi. Ota, o'zingizni bor. Xuminga tepaman. Metan zapravkalar yopilmaydimi? Chunki ochilmaydi-ya. Qilma bayron, jon deb senga jonim qurbon. Bilmay qildim ko'nglim, xatoyim. Kechirib qo'ygin tamom, kechirgin tamom.